Yangi yaratdik, ishladik, praktika qilib ko'rdik. Bu juda ham yaxshi ketdi, zo'r bo'ldi. Kichkina market maker bo'lib ko'rdik. Shunday. Lekin kitlar qaysi payt qanaqa harakat qilishi, shuni bildikki, tangalar qanaqa darajada o'sib berishi, qaysi payt tushib ketishi, kitlar harakati asosan o'sha narsani bildik. O'rganganlarim shu hozircha. Shu. Bundan ham ko'p narsani tushuntirishingiz soatlar ketadi, kerak. Soatlar ketadi. Asosiy narsa o'rganib oldim. Fundamental o'rganib oldim. Biz alifbosdan o'tdik ancha. Shunaqa. Alifbodan o'tdilar. Mana eksperimentingiz nima bo'lyapti? Eksperiment ketyapti. Hozir ham yaxshi. Shu o'sha yerdan ko'rsatdim sizga. Ha, $20 da. 21 mi shunaqa? $10 boshlagandim, 21 ga chiqdi. Hozir mana $39 bo'lib qoldi. $39. 3x. 3x. Gap yo'q. Xudo xolasa chiqib olasiz. Bu anaqa, bu kechda bir 10 mingga. Srazi kattaroq